Assalomu alaykum hammaga. Men sizlarga bugun Nume mobil ilovasi qanaqa ishlashini men ko'rsatib beraman. Men birinchi App Store kirib, Nume AI Dispatch topamiz. AI Dispatch topib, download qilamiz. Download qilib bo'ldi. Endi ochamiz. Registratsiya qilamiz. 3 xil yo'llar bor. Xolislar emaildan, xolislar Google Apple'dan. Men prosta Google'dan registratsiya qilaman. Google'dan tanlaymiz akkauntni. Men akkauntimizga kirdi. Allow notification deymiz. Endi loadboardga o'tamiz. Loadboardga o'tsak, bizda o'sha loadlar ko'rinadi. Bu yerda biz filtrlarga kiramizda o'zimizga kerakli origin bilan destinationni kiritamiz. Mana misol Chicagoni tanlaymiz. Endi destinationga aytayli Denver tanlaymiz. Denver tanlaymiz, aytayli ertagaga. Minimum RPM aytayli 3 deb yozamiz. Equipmentimizni flatbed deylik. Reefer van xolislar o'zingizga to'g'ri keladigan equipment tanlaysizlar. Shundan keyin show results deymiz. Show results deganimizdan keyin o'sha bizning filtrlarimizga to'g'ri keladigan hamma loadlarni nima bu yerda ko'rsatadi. Hammasini informatsiyasi bilan. Aytaylik, menga mana bu load qiziq, turi 3 mile RPM da $4600 load. Bu yerga kirsak, load haqidagi hamma information bo'ladi. Xohlasangiz brokerga telefon qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz bu loadni copy qilib, o'zingizlarni dispatcherlarga jo'natsanglar bo'ladi. Bundan tashqari ask info degan button bor. Bu butonni bossak, emailimiz уже ulanganligi uchun brokerga nima o'zi email jo'natadi. Informatsiyani so'rab. Men bu yerda eng zo'r featurelardan bittasi bu Invite your dispatcher. Invite your dispatcherga kirsangiz, bu yerda siz o'zingizni dispatcheringizni o'sha email communication threadga qo'shishingiz mumkin. Name, email, phone numberni kiritasiz, sen invite qilsangiz, u dispatcheringiz ham shu communicationga qo'shiladi. Broker nima deb yozayotganimizni ular ham ko'ra oladi. Ularni xuddi shu communicationga qo'shsangiz bo'ladi. Endi bundan tashqari bizda yana qanaqa featurelar bor. Xo'p, load searchdan chiqamiz. Bizda Ask AI to find loads degan featuremiz bor. Bu yerda AI hubga siz xohlagan tilingizda query savolingizni yozsangiz bo'ladi. Misol uchun aytaylik, menga Dallas dan Chicagoga 2.5 RPM minimum bo'lgan yuk kerak. Menda dry van deb yozaman. Endi bu yerda sizda har xil optionlar bor. Manual, supervised, autonomous. Supervised tanlaydigan bo'lsangiz, savolingizni yozishdan oldindan so'raydi. Autonomous desangiz, negotiation'ni ham hal qiladi. Lekin hech qaysi loadni baribir sizning ruxsatingiz book qilmaydi. Har safar load book qilish darajasiga kelganda sizdan so'raydi. Mana shu rate to'g'ri keladimi, book qilaylikmi, yo'qmi deb so'raydi. Aytaylik, keling autonomous modni sinab ko'ramiz. Search beramiz. Mana agent ishlashni boshladi. Biz yozgan query, ya'ni prompt bo'yicha loadlarni qidirishni boshladi. Mana qidirishni boshladi. Bizga hamma loadlarni ko'rsatyapti. Mana bizda AI agent уже bu loadlarni filtr qilishni boshlayapti. Filtr qilyapti, bizga to'g'ri kelganlarni match deb mana tepada ko'rsatib beradi. Ba'zilari potential bo'lishi mumkin, ba'zilari to'g'ri kelmasligi mumkin. Ularni hammasini filtr qilib, eng to'g'ri keladiganlarni tepaga olib chiqib qo'yadi. Men tanlaydigan bo'lsangiz, xohlasangiz o'zingiz email ham jo'natsangiz bo'ladi bu yerda. Mana email jo'natildi brokerga. Endi ba'zi birlarda agar response keladigan bo'lsa,
bularni hammasini inboxda ko'rib tursangiz bo'ladi. Brokerlardan kelgan hamma responslarni. Hub'ga qaytamiz. Mana. Уже bu brokerimiz javob berib, savol so'rayapti bizdan. Biz responsga o'tsangiz, hamma javob kelgan brokerlar bu yoqda chiqib kelishadi. Agent load kelgandan keyin agar savoli bo'ladigan bo'lsa, sizdan so'raydi o'zi mana. Misol bizdan so'rayapti agent question missing broker email deb so'rayapti. Biz bu emailni yo'q deyapti. Nima qilay deb so'rayapti buni. So'ng dismiss qilamiz. Buni ham dismiss qiladigan bo'lsak, bu yoqda mana уже bizning agent sizga to'g'ri keladigan shu loadni topdi, sizdan so'rayapti. Mana shu information bo'yicha mana shu rate-dagi load sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Misol uchun buni yo'q desang, no pass on desak, o'tkazib yuboramiz buni. Mana bu yoqda agent agar birorta narsa aniq bo'lmaydigan bo'lsa, sizdan birinchi o'rinda so'raydi. Attention kerak deb so'raydi. Agar ilovani ishlatish jarayonida sizda tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, savollar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqda chatga o'tadigan bo'lsangiz, bizni Numo app community'miz bor. O'sha community'ga kirib, o'zingiz savollaringizni yozsangiz bo'ladi va bizni komandadagi vakillarimiz sizga savollaringizga javob berishadi. Kattakon rahmat.